Assalomu alaykum Zafarbek obunachilari. Mana xudo xolasa inshaalloh bugun O'zbekistonga Saudiya Arabistonidan qaytyapmiz. 15, 16, 17 chizloga keluvchilar bo'lsa, tezda pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, joylarni olsagan 1-10 kunlik, 2-10 kunlik, 3-10 kunlik, 21 kunlik, 35 kunlik umra ziyoratimizga nimalarimiz bor, reyslarimiz bor. Kim xohlovchi bo'ladigan bo'lsa, tezda murojaat qilib joylarni egallashlari mumkin. 14 kunlik paketimiz 3 kun Madina Munavvarada bo'ladi, 11 kun Makka Mukarramada. Sayohatlari, ziyoratlari Ramazongacha bo'ladi. Ramazon kirgandan keyin umuman sayohat to'xtatiladi. Faqat taravih namozlari 5 mahal namoz o'qiymiz hamda saharlik iftorlik bo'ladi. 35 kunga keladiganlar bo'lsa, hayitdan keyin Xudo xohlasa inshaalloh nasib qilib sayohatlarga olib chiqamiz. Ungacha sayohat umuman bo'lmaydi. Hammalarga shuni tushuntirib qo'yishimiz kerak. Chunki Saudiya podshohlari Ramazon oyida sayohatni taqiqlaydi. Mana yo'lga chiqdim. Xudo xolasa inshaalloh pastdagi raqamlarga tezda murojaat qilinglar. Hamda o'zingizlar joylarni egallab, Allohning baytini tavofga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ravzalarini ziyorat qilishni mana sizlarga qaytayotgan birodarlar bilan ko'rsatib qo'yamiz, tanishib qo'yamiz. Yozilgan vaqtda yarim soat keyin uchamiz degandan yedirib olish kerak. Aziz birodarlar, mana ko'rdingiz, Xudo xolasa 14 kunlik paketimizni Xudo xolasa Ramazon oyidan shu joylarga kelib to'liq mukammal ibodat qilaman desanglar, tezda murojaat qilinglar. Shoshilinglar, joylarimiz chegirmalangan, odam ko'p, narxlarini so'rayman desanglar, narxlari 10 kunligimiz Xudo xolasa 1150, ikkinchisi 1250, uchinchisi 1350, 21 kunligi 1550, 35 kunligimiz 1800. Mehmonxonamizga kelsak, mehmonxonalarimiz yaqin. Madina Munavvarada Miroj Toyiba, Xudo xolasa Kuba masjidlarining yonlarida. Makka Mukarramada esa 3 minutlik yo'l. Avtobusimiz mehmonxonasidan 5 qadam tashlaysiz, avtobusga o'tirasiz hamda haramga yetib borganingizdan keyin 100 metr, 150 metr haram zonasiga kirasiz. Ana o'sha joylarda o'qisangiz ham savoblarni bir rakatiga 100 ming rakat savobni beradigan joydan Xudo xolasa ojoy qilamiz. Inshaalloh Xudo xolasa Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari kim bo'lishidan qat'iy nazar bemalol murojaat qilinglar. Barchalariga narxlar bir xilda narxda olamiz. Shoshiling, bizga kelib biz bilan birga ibodat qilishni nasib qilsin.